Salom do'stlar, sizlar bilan men Matrisyova Yuska kanalida. Bugun biz Dallas 2026 o'yinini o'ynaymiz. Albatta oddiy o'yin emas. Bizlar mana bu yerni 4 ta yeni terib boshlash tayyorlanamiz. Do'stlar, birinchi do'stlar, mana meni komandam unchalik ham kuchli emas. Yangi tortdim endi. O'zimda kantum turibdi. Atak unda o'ynolmayapman, o'tkazolmayapman bunga. YY teramiz. YY teramiz. 3 gacha sanayman. Searchni bosib, kim tushsa o'sha bilan o'ynayman. Majburman. Balki o'zimda akkauntimda ukam o'ynayotgan bo'lsa, ukam bilan tushishim mumkin. O'zimda akkauntimda ukam o'ynayapti, menimcha. Sizlarga o'zim akkauntimni ko'rsatmaganman. Agar ukam bilan tushsam, ukam bilan o'ynaymiz. Xudo xohlasa. Ukam tayyormasa, ukamga qarshi o'ynaymiz. Ukam keldi hozir. Давай. Ha, davay bos. 1, 2, 3, ketdi, davay. Ukam bilan o'ynaman degan umiddaman. Agar ukam bilan tushmasam, chiqib ketamiz. Ukam bilan tushdim. Mana bu chap o'ng, sizlardan o'ng tarafda meni ukam bo'ladi. Faqat u akkaunt meniki. Bu akkaunt hozir o'ynayotganim ukamniki. Shuning uchun ukam hali kuchsizroq, atak zo'r o'ynaydi. Komandasi kuchsizroq. Menga akkauntimda o'ynab bering dedi. Shuning uchun xo'rlashga harakat qilamiz. Uncha o'ynashda bilmaydi o'zi atak. Yaptı boshidan. Tip ishtirokchi o'yinni u bilan to'rtta o'zini o'yinchilar turibdi. Do'stlar, agar bu videoni ikkinchi qismi ham chiqadi, men o'zimda akkauntimda o'ynayman. Xudo xohlasa. Uy, do'stlar, to'qqizni qaranglar. Menga gol bo'ladimi? Voy, ukam, hali yoshlik qilasan meni yetishga. Do'stlar, yaxshi, chiroyli gol bo'ldi. Xuddi yaxshi. Yana 10 daqiqa o'tishimiz kerak. 9-daqiqadan gol urdik. Yaxshi bu. Bu degani yaxshi. Do'stlar, mayli bitta gol urdi, chunki komandasi kuchli, komandam kuchli. To'g'ri. Do'stlar, iloji boricha nima qilyapman? Iloji boricha o'zim komandamda video olishga harakat qilaman, xudo xohlasa. Yana javob berdi Alvarez. Alvarez chopdi. 3 o'yinchi bilan chopib chiqyapti. Yana o'sha o'yinchim Drey degan sizroq ekan. 70 ekan darajasi. Bir yaxshi hozirchalik. Mana Vinicius Borjello. Real Madrid'de Tirol'un saltan. Anderson. Uy, Oblak safe. Safe'de zo'r bo'ldi, yaxshi hozirchalik. Havasi qanaqa futbolchilar bor bunda. Voy, Mbappe. What an aerial threat this player is. A lovely headed goal. Do'stlar, mana bitta gol urdi. Voy. O'zidan ketdi endi. Iloji boricha yaxshi o'ynayman. Bu kuchsiz akkaunt, o'zim akkauntimda bo'lsam, boy kim bo'lar? Varatasi Buffon bilan boyni tashamayapti. O'tkazmayapti-da, hozir o'yinchilar kuchli ekan. Agar oldin gol bo'lsak, 2 ta yo 3 ta shotga oldin gol bo'lsak, xudo xohlasa Varatar bilan gol urishga harakat qilaman. Varatar bilan. Hujumga ketmoqda.
Javob Pedroga Van Dayk orqada qoldi va patlab berib qoldi. Endi va gol 3-2. Birinchi taym 3-2 bilan tugatsak kerak, xudo xohlasa. Bo'lmasa ko'rik qo'shimiz endi yana 3-3 qo'yadi ekan. Shuni tepib yotibdi faqat. Judge the pass. What a chance. Do'stlar, Been unstoppable today. Well, he gave it an awkward height, but the player managed to connect well and put the ball in the back of the net. The replay will give us a closer look. do'stlar endi gol urishiga qo'yib bermasligim kerak. Birinchi taym durang bilan chiqib ketmoqdaman. Great first half. Let's hope Samimiyat 3-3 da birinchi taym. Anam, yaxshi mayli. O'tishga harakat qilamiz. goals were flying in the first half. Voy, 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 Mbappe yetib olishi mumkin. Oblak yetib oldi. Mbappedan birinchi javob Pedroga Joao pas. Pedro. Alvarez o'tmoqda. Safety Varakasiga first. o'zi kelib yotdi. Voy, strafni. Mbappe esa jarohat oldi. Mbappe mayli jarohat oldi, uni keyin bo'ldi. Men jallod. Davay, boshlasa-da. Plays the free kick long. Mana keyin birinchi zarba. Javob berib o'tib ketadimi? Yoki Nuno Mendes yetib oldi. Javob berib yetish kerak. Yaxshi. To'ruch comeback do'stlar. Comeback ortidan comeback bo'lmasa bo'ldi. Yaxshi o'ynabdi to'pni. Do'stlar 5-3 qilishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa. Yaxshi to'p o'ynayapti. Anderson clears it upfield. Xatolik. Mayli. Cynical foul. The crowd are cheering the player. And that foul warrants the first Do'stlar, Strafnoydan ham o'tishi mumkin. Urolmasa kerak, atak ilegan. Atak urolmasa kerak. Keyin bilan tepyapti. Urishi mumkin daraja shotning 100. Uy, soqoldi yaxshi. Voy. What a chance. Aniqda qaytar ekan. The defense were caught out and now he's 5-3. Yaxshi 5-3 ga o'zgardik. Hat-trick qildi javob Pedro. with the ball. A long range effort. Oh, so close there. Time for a fresh pair of legs here then. Hits it on. Do'stlar, He Uy. tries something special. pedek yo'g'olgan bilan gapirmay turganda zarba do'stlar penalti qilib qo'ydim bilmagan holda. Mayli 5-4 75-daqiqa. Let's Bilmandi. take another look at it. Some great teamwork. Do'stlar qaytarishim kerak edi, faqat men yonga tepada bo'ldim. Close Mayli. here. Can they hang on until full time? Voy, pas. Ozgina yetmadi. Ikkinchi urinishga o'tkazmadi. To'plik chiqib kelish kerak. Bu safar bilan uraman. Back to the goalkeeper. Uy, strafnoy. İşte oyunculardan düşüyor. Oğuzlar Rigo'suya mı hocam? Surely now. Obalık kaçar. Fizik. Vuramadı mayli. Şimdi upside. Protect their lead. Yaxshi. Some last-ditch defending. Upside bo'lmoqda. We're into time added on now. 90+2 daqiqa. Yetib yubordi. Bizdan He's headed the qaytardik. ball forward. Van Dijk. Well read. Do'stlar o'zicha pas bermoqchi edi. Bu Full time in this friendly. 5-4. But the true tests are still to come. Sizlar uchun kuchli komandlarni ham o'tishga tayyorman. Obuna, like bosib qo'ying. Do'stlar, yaqin orada yangi video chiqadi. Uning uchun like, obuna bosib